Uni bo'shatganlar hozir tirik. Mana shu Allohning baytiga odobsizlik qilib kirib kelgani uchun bitta katta rahbarga bunaqa kirmang degan, Allohning baytiga oyog'ingizga yechib kiring degan. Shuning uchun bo'shatib yuborgan ishda. To'g'risini aytish kerak-da. Buni Allohning baytida o'tiribmiz buni. Biz bekitadigan joy yo'q buni. Qora akam o'sha zamonda aytgan ma'ruzalari hozir ham eshitsangiz yiqlatadi. Hozir ham bir eshiting, Fozil qora akam, yig'laysiz. Uni bitta sababi bor. Men bilgan sababi, o'shani eshiting. 80-yillarda deydilar Fozil qora akam. Otam rahmatlik Yosinjon qori domlam yoshlari katta bo'lib, fikrlari chalg'ib, uyimga ketaman deb qoladilar. Uyda o'tiribmiz o'zi. Nima qilishni bilmayman. Mashinamga o'tkazib, yuring uyingizga olib borib qo'yaman ota deb, mashinamga o'tkazaman, mahallani aylantirib kelib, uyimizni eshigimizni tagida to'xtayman. Iloyo bolam fayz topgin bolam deydi, fayz topgin deydi. Fayz topgin deydi. Fozil qora akamning fayzi shundan. Ishdan bo'shatishdi, ish orqaga ketdi. Mashinamni ham sotishga to'g'ri keldi. Fozil qora akam gapirib beryapti. Otam rahmatlik esa uyimga olib borib qo'y deyishni qo'ymaydi. Nima qilishni bilmayman. Shu bilan bir zambilga o'xshagan arabani oldim, ko'rpachani yozdim. Otamni o'tkazib, hovlini aylantira boshladim. Mashinaga o'xshab ovoz chiqaraman. Qiq deb to'xtatib, mana ota uyingizga keldik. Otam rahmatlik duo qiladi. Bolam orqangdan podsholar yursin bolam deb duo qiladi. Men ichimda o'ylayman, endi otamni fikri chalg'ib qolganda, qanaqa podsho orqamdan yuradi, o'zi ishdan haydalib men orqa yuribman. Otam ham olamdan o'tib ketdilar. Vatanimiz ham mustaqil bo'ldi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniy Karimov 2002-2003 yilda Samarqanddagi Imom Mansur al-Maturidiy hazratlarini qadam joylarini ochilish marosimiga boradigan bo'ldik. Shunda men Respublika din ishlari bo'yicha qo'mita raisi bo'lib etib tayinlandim. Qarang, qo'mitaga rais bo'lganlar.